Operatsiya bo'lishidan oldin men juda ham qo'rqqandim, lekin men o'ylaganday bo'lmadi. Operatsiya juda yengil o'tdi. Bu patsientkamizga biz bachadon bo'yni polipini olganmiz gastroskopik usulda. Hozir endi fikrlarini so'raymiz. Operatsiyamizdan keyin holatlari yaxshi, bitishlari juda ham yaxshi. Kresloda bachadon bo'yni holatini ko'rdik. Juda ham bitish chiroyli, молодец. Endi o'shanda operatsiya qanaqa o'tgandi deb so'raymiz. Operatsiya bo'lishidan oldin men juda ham qo'rqqandim, lekin men o'ylaganday bo'lmadi. Operatsiya juda yengil o'tdi. Qanday bo'lganlarini hatto sezmay ham qoldim. Operatsiyadan chiqqanimdan keyin birozdan keyin uyga ham ruxsat berishdi. Xo'p, uyda tiklanish davri ham yaxshi bo'ldimi? Uyda tiklanish davri ham qiyin bo'lmadi. Darrov o'zimni tiklab ishga tushib ketdim. Молодец. Operatsiyamiz ham juda ham chiroyli o'tdi. Gistologik xulosa natijasi ham yaxshi bo'lgan. Bular hozir shunchaki operatsiyadan keyin profilaktik ko'rikka tashrif buyurdilar. Hozir ko'rganimizda yaxshi. Endi ultratovush tekshiruvidan keyin nimalar qilish tavsiyalarini berib, uylariga javob beramiz, xudo xolisa. Rahmat doktor sizga. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.